أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المناهي فهو ألا يستقبل القبلة وقت الاستنجاء ولا يكشف عورته عند أحد، والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه من غير كشف، وإن لم يمكنه يكتفي بالاستنجاء بالأحجار، يعني يكتفي الأحجار الاستنجاء بالأحجار، ولا يكشف عورته إذا لم تكن النجاسة أكثر من قدر الدرهم. Ama menhiler teret aldığı vaktimizde tusulgan mekruh olduğun nimeler nesile deylemdi. Biz hem de Munyatul Musalli ve Gunyatul Muhtedi diyen kitap okuttuğumuz yani o'qib ana oldingi qatimda bir qancha darsni o'qigan bo'ldik. Endi uningda tahorat va g'usulda asos to'xtalgan bo'lgan. Mana tahorat va g'usulniki har birisiniki farz, sunnat, shuningdek odob, manohi, mushtaq nahiy qilingan, to'silgan mushunday narsa bor debdi. Biz oldingi darsimizda tahoratniki farzlari, sunnatlari, odoblari bu tugagan bo'ldi. Hozir endi tahoratniki ichida qandoq ishni qilsak meni bo'lmaydi, ya'ni u nima makruh, ya'ni manohi degan manhiyunniki nimasi jamisi. Manhiyatun bu naha yanhadin chiqqan nima ism maf'ul. Naha yanha degan nima, nahy degan nima qildi, to'sdi degan nimada ma'nida. O ism maf'ul bo'lib manhiyatun to'sqchi, to'silg'chi ayol, nahi bo'lsa to'sqchi bo'ladi. Manhiyatun, manhiyatani, manhiyatun va manahi, manahiyun deb keladi. Bu ayetki yani o'zi tarafga keldi deb, yani tashvadan kelib, so'ng manahi iliflam kelgandek tanmin olmaydi, manahi deb. Yani to'silgan narsalar deydi. Yani shar'iy tarafdan taraf olgan vaqtimizda to'silgan narsalarning ustidan nima qilamiz, to'xtalamiz deydi. Endi bu yerda ammo degan nisbatim deyildi, yuqorqi mujmal bo'lgan narsalarniki o'zini mana ammo kelsa u nima qiladi, shu mujmal, ya'ni mujmal bo'ldi yuqorida. Ya'ni tahoratning ichida manhi qilgan narsa bor debdi. Niminimi uni o'qimadik. U mujmal bo'ldi, ya'ni mubam, ya'ni o'qilinmaydigan. Hozir endi ammo nima qiladi uni tafsil. Ya'ni shu yuqorki siz shu tarat olgan vaqtingizda manhi qilgan narsa bor degandan keyin u bo'lsa avval tavanda tafsili hozir to'xtalamiz degan gapcha bo'ladi. Ammo tarat olgan vaqtingizda to'silgan shar'iy tarafda to'silgan narsa. Buni endi boshqa kitobning o'zida makruh deb nima qiladi, makruh qilinadi deb boshqa kitobning o'zida buni deb oladi. Endi manhi qilinadi degan gapning o'zi, manhi degan gap shar'iy tarafdan to'siladi, bir mo'min musulmonniki uni qilishning o'zi nima qiladi, to'siladi degan gap. To'siladi degan gapning o'zi ikkini bildiradi. Birisi harom, yana birisi nima? Makruh deydigan narsa bor. Endi makruhning o'zi men oldingi darsimizda aytildi. O makruh tahrimiya va makruh tanziya deb ikki xilga bo'lindi. Bo'lmasa bu manhi bo'lgan narsa, ya'ni manhiniki nima deydi? Asi, ya'ni nima bo'ladi? Gunohmi deb ataladi, jinoyat deb ataladi, uni nima deb to'silganmi deb ataladi, harommi deb ataladi, makruh deb nima qilingan gap uni atalgan gap. Endi mayadagi manhining o'zi taratning ichida ilg'ab to'silgan narsa degan gapning o'zi bu yerniki o'zida asos tarat olgan vaqtimizda makruh bo'lgan narsalar shu. Ammo uniki ichida yana makruhdan boshqa harom bo'lgan narsa bor. Umuchu bor. Masalan, o'ratni ichishning o'zi yani har qanday vaqtning o'zida bu nima o harom. Mayli er olsun, mayli ayol olsun, o'rat deb bekitilgan joyniki o'zini. Bu nima o? Ish harom. Ammo o'rat bo'lmagan joyniki o'zini ixtilof bo'lgan bir masala bor. Shu o'tganda degandek o'rat ikki xil. Birisi o'rati g'aliza,
Yeni birisi öğreti hafife degan. Öğreti galisi degan, men er ayolning oldi aqi shundak ayollarniki, men ko'ksi va akaza deganidek, bu öğret galisi bo'ladi. U yani qandaq vaqtning o'zida echiq bo'lmaydi bütün o'limalarımızın o'zi, u yani yepishning o'zi, echishning o'zi, yepishning o'zi, u nima pars. Echishning o'zi nima bo'ladi? U yerda harom bo'ladi deb qaraqlik. Endi buning ichida faqat shu 100 masjid kelgan vaqtida unda shu salaflarning sahobaning davrini tortib, işte ikki xil ko'z qarash bor. Bu ikki xil ko'z qarashning o'zi hech qanday o'zining shaxsiy fikri emas. Qur'oni Karimdagi oyat shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hech asosan shu deyilgan shu gap. Endi o'ylayki bizim bu yerda asosan to'silgan narsa deganimizdan harom bo'lgan va makruh bo'lgan ishning ustini qilamiz, bu yerda to'xtalamiz. Tavba anda bo'lgandikin shu shar'iy tarafdan to'silgan tarat og'a vaqtida tarat og'uchiga nisbatan to'silgan narsa nima bo'lsa, to'silgan narsa shudurki, oldini qilmaydi u odam qiblaga istinjo qilmoqda. Istinjo qilmoqda qilmaydi, oldini qilmaydi. Istinjo qildi. Yani tarat oldi, yo cho'ng tarat, yo taratib bo'lgan oldi aqli yuqorida istinjoni o'qidi qan. Shu vaqtida har qanday vaqtida qibla tarafga qarash qilishning o'zi nima makruh. Endi bu yerda istinjoning o'zi qibla tarafga qarab bundaq erishishning o'zi yo tarat sindirishni makruh deyishning o'zi. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallam rivoyat qilgan hadis. Shu hadis asosan ashtaning qildi deyildi. Bu yerda makruh bo'lishning o'zi uçuk joyninki o'zida deydi ba'zi o'limalar, uçuk yani o'zida ashundaq tarat sindirib yoki ash taqqan bo'lsa, u joyingizda qiblaga oldini qilishning o'zi nima makruh. Ammo bino bo'lgan bo'lsa, uyning ichida bo'lgan bo'lsa, bu narsa nima emas, makruhchi emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallam oyat degani, ya'ni u vaqt o'zida yana o'burni xalo degandek yo'qdi. Oysha roziyallohu anha degandek. Mana shu nim qildi, ya'ni boshqa ayollarni degandek, bizlar nimaga chiqdik, tuzdan chiqdik deganimiz var. Men musha qaratgan bu makruh degan gapni, ammo binoniki ichida bo'lgan bo'lsa, uy yoki oldi itik munda bo'lgan bo'lsa, u nima emas, u makruh emas degan mutlaq o'limalarimiz ko'p bor. Lekin shundoq bo'lsa-mu, eng yaxshisi qanday qilish u, mana qiblaga, mana har qanday vaqt o'zida men uyning ichida olsun, bo'lmasin, yo uchiq joy olsun, mana u odamning o'zi hargiz qiblaga oldini qilish durustchi emas. Deb nim qilamiz, unga qaraymiz. Endi bir makruh bo'lgan narsa agar mana mushtaq qilish nima ekan, o makruh ekan. Ya'ni oldin qilmaslik kerak ekan. Aslida Allah demay aslida ay yastaqbilal qiblata vaqtdan istinjo degan bo'lsa, iboratlar bas ketdi. Bu yerda endi to'silgan narsa shuki, qiblaga oldini qilmag'ay istinjo vaqti desa, istinjo vaqtida qibla oldini qilsak, bo'lmaydi ekan. Qibla oldini qilishimiz kerak ekan degan gap chiqib qoladi. Lekin chiqib qoladi. Uning uchun shu an favva ay yastaqbilal. Ammo to'silgan narsa u shuki oldini qo'y shu tarat og'a adam qiblaga istinjo vaqtida mas keldi. Mas keldi. Endi mushtaq yezibdi musannif. Endi men yine qilmay turib mushtaqlar yozgan gap. Ikkinchi manhi bo'lgan narsa wala yakshifu awratahu inda ahadin. Men aşmaydı o adam o'ziniki o'rat joyiniki o'zini hech qanday joyida hech qanday adam qilishni aşmaydı. Hech qanday vaqtni qilmaydi, aşmaydı. Mana taras sindudi istinjo qil degan gap, mana o'zining uchidagi ishton o'rat joyini yapgan joyini ochidi degan gap bo'ladi. Nima bo'ladi, ochidan gap bo'ladi. Unda bo'lgandikin bu yerda o'zining o'rat joyiniki o'zini o'ratini har qanday narsa aşmaydi degan gap. Echish nima bu yerda makruh emas, nima o echishning o'zi harom. Nima harom? Hani aning o'zi makruh. Talash anda bo'lgandikin. Maninki o'zida o'rat joyiniki o'zini echish. Nima o harom? Yepishning o'zi nima o pars. Nima o pars? Endi o'ziniki o'rat joy degan gapninki o'zi mayada. Mana er ayolniki oldi orqa taraf bo'lgan o'rati g'arizniki o'zicha shu. Endi unda boshqa vaqtda zodi o er ayolning o'zi boshqa yeri oshmaydi.
Açmagan diken, öğret galiz degan çok gap şu boldu. Hiç kandak bir adam. Meyli bal vakılar olsun, meyli er olsun, meyli kul olsun, kandak bir adamın kışıda yüzünki muş öğret cayınınki yüzünü içişinki yüzü nimo İslam dinimizde haram. Çünkü nimiş kan? Çünkü öğretcay degan gapning o'zi araya yapadigan joy degan gap. Unda vaqtkin öğretcay degan gapning o'zi echilib qolsa nomus qiladi adam, fijil o'ldiradigan, hayo qiladigan joy degan gap bo'ladi. Bu hayvon bilan insonning ikkisiniki o'ttirisi kelma o farq. Mana inson qanchaki saviyasi, uniki ingi qanchaki mushundaq yuqori o'rlagancha insonlarniki mushu kiyim-kechak jihat, kiyish jihatda yüzdeki öğretiden başka yapışı naat ve kuludu medeni, ilmi, bu en yüksek derecedeki insanların işi hep çok karaydı. Şu an da karap bakaydı. Her kanal devlet reisi, onunki ayarları, ya ki ona para doktor ya öyle diğer mesela ölüm adam şahlıdı. Şununki karsak aşınınki hem miskanda kılıdı. Böyle balvakıda ayarlarını şunun da çırayla kan yüzüne ma çeçine kılsın. Açtan Mahmut'u. Bu esi hayvandan insanın ikisindeki oturup fark olup kançiki buruk zamanın üzerinde yani kandaklı tane kançiki kişinin kendini kiyip açtak kiyince bu tehim açtak kiyiniz kelti bu medinin bildirdi. Hazır insanların üzerine mukaddası hazır tətir zamanı kirip kançiki öğretçayı açkanca açaydı genç kürüp kaldı genç tehim medilişip bunu resmi mine xalqarada ünlü yani meşhur nime o Adem vay meşhur artist, vay nakşi dep, açta hem yeri men dep yüz uçuklan tehimi dağılap şeytanların izi, benim muştak kılgan alet olup, o işin üzerine hazır bütün insanlarınki nezirde normal bir iş çok aylandırıvattı. Nim kattı normal iş aylandırıvattı. Bu benim insan olsun, benim kafir olsun, benim Müslüman olsun, her kandak bir erinin ya ayağının izi, yüzünki öğretini uyan açıkçı olmaydı. Köz çıkışı olmaydı. İslam dinimiz müştahının kulu boluydu. Hem de istinca kılışın meselesi geldik. Yeni birisi. İstinca kılış soğudan ebzeldur eğer mümkün olsa o nimge Ademge. Mene. O Ademge eğer mümkün olsa ne deyimiz onu ebzel deyimiz. Çünkü istinca deyimiz de o. İstinca degan gapning üzerine ayrım bir bab keltirish orqali istinca degan gap necvetni yo'q qilish. Necvet degani nima? Paskana. Ganda. Endi Uyg'ur bizning tilimiz to'xtaymizmi? Ashundoq naskrahni ayardan tozalab yo'q qilish degan gap. Unda bo'lgandan keyin istinjo degan gapning o'zida yo'q qilish paskana narsa degan bo'lgandan keyin buniki eng muvofiq, eng uddan narsa nima? Shu. Nimishqa? Çünkü Allah Teala suni nima dedi? Men suni inna anzalna minas samai ma'an tahuren. Biz osmon tarafdan bir narsa pokiz qila oladigan bir suvni tushurdikki tahur. Nima ismi mubolag'a, mushabba. Eng nima qila oladigan yuzi ham pokiz bo'lgandan boshqa ikkinchi narsa pokiz qila oladigan mushta suvni tushirdik dedi. Unda o'g'andikin bu suvniki rasmi asli tabiatida pastki narsa nima qilish ekan, pokiz qilish ekan. Unda o'g'andikin qolgan unida qo'shimcha bo'lgan dangal, masalan, xish, tosh, masalan, latta deydi, ya qog'oz hozir zamonimizda. Bunda bo'lgan bo'lsa, u nima u? Bomba vaqtida uni qilish kerak. Onunla pokizlash kerak. Mana undan nima qilish kerak? Pokizlash kerak. Mana u bo'lmagan vaqti bo'lmasa qanday vaqti bo'lsin, suvdan qildigan vaqtimizni suvdan qilib qolsak nima? Eng afzal bo'ldi. Eng nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Agar mumkin bo'lsa deydi. Suv bo'lmay tatib qolsa-chi? Endi. Mana bu suvdan qilish afzal, kashf qilmasdan. Nimani? O'rat joyni oshkorlanmasdan oshmasdan. Yani bu yerda o'rat joyni oshmasdan degan gap aslida istinjo qilgan suvni o'rat joyini qiladi, ochidi. Bu yerda o'rat joyini oshmasdan degan gap, ya'ni nima? İnsanlarga ko'rsatmasdan degan gap. Men istinjo qilib, ya bir yerga berib, mushaq shalab hammani ko'rsatib turgan undaqchi qilmasdan. Qanday qilsak yaxshi, suv bilan qilganimiz yaxshi deydi.
وَاِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ يَكْتَفِي الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْاَحْجَارِ Ve eğer mümkün bulmuşsa şu taret ağan Adem'ge yani az su nimik yemezken mümkün emezken su yok. Yani nimi yok? Su yok. Su yok olan bolsa uçağın üzerinde kifayet koludu istincağı taş öyle. Taşla istinca kısak buluyor. Ne buludu? Taşla istinca kısak buluyordu. Taş bilen, dangal bilen, hazır dangal değil bizim vatanımız taş olmadığı köpüncü vakit dangal toprak. Yani, bu hazır madde taş dizisi. Çünkü Arap yerim arlı ve onu çıkayan üzerinde taşlık rayı. Taşlık rayı olgandaki taşlar nınkısı o yani ki üzeri pakizlik oldu. O itibarla şu taşlı diyen gel. Ama bunu bizde rayı taşlı kalmaydı o. Hem de bizim rayımızı burada nemede kalıp yani, dangal bilen kalıp kesek bilen kalıp kılan diken bununki üze ben istinca bir saplandı. Onu kıpboğan deyken onundaki yeni bir katta soğulan yuşun ağaçtı yok. Nemi yok? Ağaçtı yok. Şer'i taraftan bol demdi. Hem de şundak boş mu? Bu edep dangalıdan kıptı bizim vatanımızda. Hazır yok ket yoktu belki. Dangalıdan kıptı ya kışılan kıptı. Kıgan deyken o adam yine ne kılmay? Kaytı soğulan yeni başkadan o adam meni işte istinca bizim örfada aşağıdaydı vardı. Tarih sindirip boğandaki soğulan işte isticadaydı. Meni muşta kısak o tekemine o bu evzen. Bu kançiki meni pakiz boğança Allah Teala ne kıldı bu adamların üzerine yaxşı çok gördü. Şu Allah Teala Kuba mescidinin üzerinde aşağıda tarih edip soğulan istinca adamlarga nispeten onu ne kıldı Allah Teala meni fihi ricalun yuhibbuna yetetahharu. Vallahu yuhibbul muttahhirin diye ayet aşağıya nima qilgan tushgan. Meni Masjid Quboda bir necha kishilar borki, ular qanday qiladi? Men o'zimcha pokiz tutadi. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Allah Taala nayet bek meni bek ya nima ko'rganni pokiz tutganni Allah bek yaxshi ko'radi. Yani yaxshi ko'rib bek muttahhar degan gap asli ittara babida yoki tafaala babidan bu dediniz ya tahura ya turudi mesela tahirin desa olan gap. Undaq demek tafaala babidan bo'lgan ve sulas mazidning babidan akirishing o'zi chunki arab tilida bir gapniki o'zi asli filning o'zi qancha kelgan qildi 3 harf tarkib topadi. Uningki qarta yeni bir harfni ya 2 harf, 3 harf ya 4 harfni qo'shgan amananlar o ma'nining o'zi sulas mujarrad ma'nosi o texim kuchlanadi. Unda olarkin muttahharin vallahu yuhibbul muttahhirin degan gapning o'zi bu yerda 3 harf ziyoda. 3 harf nima bo'ladi yerda yoki tafaala bobidan bo'lsa, tafaala bobidan bo'lsa, tafaala yine 3 tafaala bo'lsa 2 harf. İftala bobidan bo'lsa ip taala bo'ladi. İptala bağlı yine alt taraf başarma işker ziyade olur. Unda o muttahir degan gap tahirse yaxshi ko'rdi. Yani Allah Taala pokiz adam yaxshi ko'rdi degan gap. Ama muttahir degan ha dediniz ya pokiz olgan Allah nima qildi uni yaxshi ko'rdi degan nima oyat. Unda o'g'anki bunun qarta eng pokizlaydigan narsa nima? Suv. Tamamdır suv. Mana suvdan pokizlik eng afzal. Agar u suv yo'q ekan bizning vatanimizda dangal ekan. Yoki olmaydi hozir kadar mana bizning rayon boshqa kofirning vujudlarida umi yo'q, bumi yo'q, suv asli yo'q. Uni bilan qiladi hozir. Mana o bizning vatanimizning o'zida qog'oz bilan qiladi. Qog'oz bilan qilsa u kifoya. Ichroqning hojati yo'q. U odam pokiz qilganda u pokiz qiladi. U bo'ldi. Ammo unidagi men suv bilan yeni qilaman desa taxmin nima yaxshi. Ammo chet elga kelsak, chet elda hech qanday yani o'zida Buna hojatxonaniki o'zida bu nima bilan qog'ozlar qilgan ish noit oz ekan. Shuni birlikda suvni qilib qo'ydi ekan. U Xitoydagi undaq emas, ya'ni ko'rdik-ku shunda. Wala yakshifu awratahu iza lam takun nijasatu aksara min qad dirham deydi. Bu açmaydı o adam o'zining o'rtini qachoniki bo'lmasa nijosat mana bir dirham miqdoridan jiqaroq bo'lmasa oshmaydi. Ya'ni oshmaydi degan gap nima qilmaydi u? Istinjo qilmaydi. Ya'ni odamniki oqidan chiqqan paskina. Shundoq qilsak bir dirhamdan sal ozkan. Ammo yuqumdoq borkan.
Shunda olsa eng afzal u yer uchun nima qilmas kerak? Istinjo qilmas kerak debdi mana. Lekin shunda olsa nima o? Biz uni çok qilamiz deymiz endi. Bizni ko'nglimiz unmaydi endi. Bu shariy tarafdagi gap endi. Va aşmaydı o adam özün öğretin eşitliğini kıldı, istica kıldı. Yani istica kılmayı deyin ki. Bir diremden azrak olsa, cık olmasa, o adam alaydı icaset. O bir diremden cık olmasa, uçak öğretin istica kıldı diye hacet yok dedi. Neyim yok ya? İslam dinimiz mandak neyim o? Pakiz. Hem de bunun kartta, eğer ben o pakiz kılmak tehim edip, uçak su olan işte kaydı yok. Mandaklık teha kitaplarda okudum. Yani bir dana lüngünü tutup, aşırı isticak boğan o yol yani oya yetip, andaki taharet ne boğandıkın o lüngünün üzerine o lüngünü işletmek başka bir lüngü işletirsiniz yapmışlar çok deyden. Yani demek İslam dinimiz pakizlikten muşudak konuda onuğa ehemmiyet verdi. Yeni birisi mehre olğa işin üzeri. Mana istinca qilmaydi odam o'ziniki o'ng qo'lidan istinja qilmaydi. Qanday qiladi? Sol qo'ldan qiladi. Sol qo'ldan qilib, o'ng qo'lni so'lni qo'shadi. Sol qo'licha u yerni tutib endi shu pokiz bo'lganga qadar uni jupcha mushtaqcha qiladi. Sol qo'l, mana o'ng qo'ldan qilishni bo'lmaydi. Sol qo'ldan çok qilish kerak. İkincisi, yemek içmek bilan istinja qilish bo'lmaydi. Yemek içmek bilan. Taam, yemek içmek. Ben qandaq yeydigan narsa olsa, bizdeki taam deb kelsa, fakat adamlar pişiyorgan yemeknin özü taam deymiz. Endi mayatki taam degan gap yemek. Yani yeydigan narsa, mayli lag'man pulov olsun, mayli olma yoki nashbut yoki har qanday yeydigan narsa bilan undan istinjo qilish shu bo'lmaydi deydi. Yeni birisi andaki istinjo qilish bo'lmaydigini raus tezak bilan. Yani hayvanotlarniki tezak bilan istinjo qilish shu bo'lmaydi. Nimishqa biz o istinjo qilamiz degan onun için pakiz çok qilamiz degan. O yüzden paskun tutsa o qanday pakiz qila oladi yani son qilmaymiz. Yeni bir sualda degan, mana istinjo qilish bo'lmaydi, makruh bo'ldi, qilmaydi nima bilan? Qusqon bilan. Mayli u nima qusqon bo'lsa, insonning, hayvonning boshqa narsa qusqon bo'lsa, uni qilish çok qat'iy çok bo'lmaydi. Endi istinjoni yo'q qilish to'g'ri, o nima qiladi? Qusqonning uchun yo'q qiladi. Lekin Peygamber Aleyhisselam yedisida bunda qilmanglar, bu usqonniki o'zi nimaniki, nimaniki jillaniki uzg'i degan nima bor? His bor. Buni asosan o'shni çok qilmaydi. Va yana istinjo qilmaydi odam hayvonotlarniki halfini. Yani hayvanotlar yeydigan narsa bilan undoq çok qilmaydi. O'sa o't yosh, saman deganidek yem-xishak buni bilan çok qilmaydi deydi. Veyna istinja qilmaydi o adam. Mana bihaqqil g'ayr. Böyle istinja qilmaydi o adam boshqa odamninki haqqi bilan istinja qilmaydi. Yani nima? Yani boshqa odamniki suyi bilan, boshqa odamniki ibrig'i bilan, boshqa odamniki kiyim kechigi bilan. Deydan siz kiyim kecha voqea yaqinida bu odamniki o'zi o'g'lab ketdi deydan, undaq qilib bo'lmaydigan deb. Men mushundaq qilish bilan o'zi undaq bilan u odamni qilmaydi hargiz. Mana o usul qilishchi bo'lmaydi nima? Istinjo qilishchi bo'lmaydi. Deydi. Masalan, taşın başka adamniki, qog'ozi başka adamniki. O adamniki bo'lgandiki, men taş olsun, dangal olsun, şu suv olsun yoki qog'oz olsun, o adamniki ruhsiz o adam mumkin. O mulkniki o'ziga bir punchalik bir adamniki boshqa adamniki naskerakni o'zi ruxsatsiz elishchi bo'lmaydi. Unda o'zikin istinjo qilsam savob ish bo'lgandikin, qilsam men evolay, yana ishlatib olay deb opirib yo qog'ozni qilsak, uncha bo'lmaydi. So'rab eğer nima bo'lmasa ashtachoq qilamiz. Va yana qilmaydi o adam istinjoni fahm, kumi bilan. Kumining qodidamda o'zi tasqin olishimiz satlashtiradi. U bo'lmaydi. Va yana qilmaydi o adamini istinjo qilmaydigan yuzi to'xtaldik. Va hozir yana va alla yatakhannama va la yatakhamma va la yatamahhatta fil may. Va yana mishqirmaydi o adam o har balg'amni chiqolmaydi odam suvga apirib qanday qilmaydi, suvda olsa apirib mayli tarat olgan yerda olsin yoki boshqa yerda olsin. Amalda u odam mushu nimani, mankini
va balg'amniki o'zi apir qar to'kib ularga qilmaydi. Mana islom dini mustaq bo'ladi. Nima qildi? Undaq qilishmi paskana. Shu payg'ambar mana nima qilmasin? Namoz o'qa adam o'ziniki oldiga tikilsin, mishqilsin, yenig'imi qilmasin. Agar qirg'iz qilib kelsa, o'ziniki tahdid qilsin yoki bir latadek binosan shuning uchun tikilsin degan nima var? Yine payg'ambar aşında tamga aşta bir manqının aşta bu qolgan o'zi payg'ambar ochib ketib mushlik qilgan odamniki bir mayal tugmadaq yilqi nima tutida mandaq dastlab mundaq bir dafna qilib mundaq dafna qilib ya'ni uni ko'madiganga bir imkon yo'qmidi bu odamning nima mushundaq qilyotidi degandek meni degan o'xshagan mushta payg'ambar nimasi bor yetishchupa bu chunki uni ko'rgan narsa özümüzdeki ağzıdan, özümüzdeki ama kegiden çıksımı, lekin bu taraftan bizga chiqib bo'lishing oldi pokis yani o'zimizning. Ama shundoq chiqib bo'lganda sat. Hammamiz tabiiyda inson bu tabiiyda bu sat ko'radi. Nemisi tabiiyda sog'lom. Uning uchun bundoq bir ishning o'zi bo'lib bu suv degan nima muqaddaschan. Nima muqaddas? Eng ulug'. Buni oldiga nima qilmaydi o'tgan bir narsa yo'q. Chunki bizniki hayotimizning nimasi asli manbai. Bu asli manbai. Mene nima deydi Alloh taolo? "Vajalna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala taqilun." Biz har qanday tirik narsaniki manbasini nima qildik? Suv qildik dedi. Nima u suv degan? Suv degan odatdagi narsa emas. Hozir men suv sharaq shaqqan bilan suv ammo boshqa yerniki o'zi suv yo'q yanzida hayot yo'q. Suv yo'q yer hayotchi yo'q. Uning uchun suvniki o'zini qadrlashimiz kerak. Ani yuqori nima dedi ana? Tarat og'a vaqtida hatto eqiyotgan daryo eriqniki aşağı asahmı sonu israf olması gerek deydi. Başka yerde katli bulmaydı ekvatka yerde. Mesela bizim nime değil adımı öldürümüzde adımı su asalışıp getti o şarrrr bu katli bulmaydı. Bolsa bazı adamlar şunda kürübet baş yüzünüz başka aşında ansız insanlar var. Hey seninki bulmuşsun başka adam boğan bilen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunda israf kılışı tosya. Bunu çok kılmasın gerek. Bizde en yaman illet, benim olmağındaki de başka neresi gerekin üzerine, İnnemal onun ihvatını diyen aşınlar unutulup kalıp, aşında kılgan emine var, Ahmet, mesela insanlar çok var. Hem de yeni bir şey anladı ki, ve şu ki ütüp etmeydi o adam, beni ziyade kılıçta ve kam kılıçta, nemeden, 3 kata yüşten. 3 kata yüşten ziyade konmaydı, kamuço konmaydı ve turdu nime ve caylarda. O cay kavun, her cayniki orunu biz yukarıdadık. Neyim dedik? Kolniki yuyduğu yeğenik üzü, caynekle koşup şeydi yuysiz. Putniki uşukla koşup yuysiz. Yüzniki çoğu mışani yuysiz. Dedi. Digendiki cay mışan. Mışani apırıp Taz müşeddi, muteşeddit ve tarın, çünkü evatay dep o adam hata düşürüp apır kigiymiş, kol tıkacı yok. Ondaki pütün şuğa vaxtı takmış, yotluk gelgiç, söngeç gelgiç vatay, deyiş. Şunu dep, vay tekrimi pakızıp gelsin bu. Dep, pakız boğusu mu? O adam şunu dep, 3 kataymış, 10 kataymış, tekrimi pakız olurdu o. Dep, bunda kılış gücü olmaydı. Bu ne bu? Şer'i, perz, 3 kata bir kata yüzünüz tamam oldu. Perz ada oldu. Ama 3 kata yüzünüz de yukarıda sünnet dedi. Peygamber 3 kata yüzüydü. Bunda o ki bu. Ama o yüzüydüğü yani yüzü 3 katem ne buluş olmayırken, pagiz olmayırken. Mesela bir nasıl lay ya gibi paskınaz kendi binaz yukup gitip de. O sonraki yüzde 3 kata yüzü olmayırken. Onu kanta kılmayız. Uçağınızda 3, 5, 7, 9, 11, 15. Benim müşiddak kılış arkak nimkimiz yani. Benim o müşiddak kılış arkak biz onun nimkimiz onu aşağı çok kılımız. Ama bu yerde fakat şu katımızın ziyade kılmaydı, kam kılmaydı diyen gelin üzü şundak çok kılış çok gerek. Benim müşiddak kavahtızda andaki ne buludu o duruz çok buludu. Hem de kam kılmaydı ki kamda mı ne kılmaydı şekilde eşlik etmeyin. Şu çayın üzerine. Yani sünnet üçlüyerdeyken yüz okutur üç kılıçlar. O okuturup inkabatırıp o adam üç kama üç kokuydu. Bu mu degende nime mesela doğrucu emas.
qancha qata qandoq degan bo'lsa shundoqcha qilasiz deydi. ولا يمسح أعضاءه بالقراءة التي مسح بها موضع الاستنجاء. وهنا ينبر توصلغان ناسنكي o'zi shuki silmaydi o adam o'ziniki a'zolarini, yani taraf olgan nimalarini, a'zolarini nima bilan latta bilan yutuq latta bilanki mana masih qilgan edi o odam shu yutuq latta bilan istinjo qilgan joyini istinjo qilgan joyini silab aytgan yilqi latta bilan qo'limizni yuzimizni uni eslatchi bo'lmaydi. Agar ashta qilib qolsak nima makruh, ya'ni bu mushtaqi bo'ladi. Yani demek siz istinjoqa yeringizni ishlatgan nimani lungini har bir taraf olgan vaqtingizda uni deykinki yerga ishlatmang. Shundan nima qildimdi? Mesela çok oldu. Bizniki ham ne? Rayonlarımızı görürüz. Xitoyniki qandoq paskin ekanini. Men ish qata az soniki nimiz shu, uni boshqa Xitoy degan osh bir qata olgan dastin suyini ish qata og'zini, yuzini, og'zini hammani shub oshani deb yeyib qilib ashtaqchu qildi. Bu paskına. Bu junda. Junda degani nima? Paskın degan gap bo'ladi. Demak, uniki endi unda bir tushunch bo'lmagandan keyin ashtaqchu qilaverdi. Yeni bir şey anladıyken, meni o işinki yeni bir şey. وَلَّا يَضْرِبَ وَجَهُ بِالْمَاءِ عِنْدَ الْغَسْلِ. Veyla urumgay o teret ağa eden. Yüzdeki yüzge sonu urumgay juğa vaktizde. Juğa vaktizde çaptak da slap kılmay. Aprısın mıda oruçlunki izmi unim o mekro. Neymiş ki mekro? Çünkü teret ağa vaktizde o teret aldı da şu ağa vaktizde şu azadın ilk düşken suyun yüzü bu nime may musamel. May musamel yüzü nime nicis. Nime nicis. Çünkü bu yüzümüzü kolumuzu yuğa vaktizde bu paskına manevi taraftan dedik. Paskına oğanlıkın bu itibarla asun yüzsak şu paskın nesin yüzünü aç kaldı deyin ki. Bunda oğanlıkın bu sonraki yüzünü teret ağa yüzünü köp vursak bu sonraki çeçirap kiyimimiz uya bir yer çeçirap andaki nim boludu o paskınçı boludu. Onun için şu an yüzümüz yuğa vakti ya bir azarın başkan yuğa vaktizde her güz şu soğulan yüzümüzü başka yani ondan şu yuşkamda urup bunda et bunda çeç bunda şu yuşku çok olmaydı değil. وَاَلَّا يَنْفَخَ وَاَلَّا يَنْفُخَ فِيهِ. Veyna şu ki filmige o adam soğuk filmige. Neymiş kan? Mesela soğuğa nem kılmışsan asli işke vaktin filmini degan bakıyormuşsan. Unda ongi tarat ağan sonunuzu bekar püylep ya kızıkken dep unda kılışkı olmaydı. Neymiş kan? Çünkü insanınki ağzı çıkan o yani özü kandak o aşkazıdığım adam işki nimesini çıkada öpkeden bu yer çıkan özü nime? Beni yeniden şorap onun çıkan özü biz biliriz. Yani aşağıda sap havanın üzerine bu yerde ağzımız arkalık, yani burnumuz arkalık, içimiz ekirimiz. Ekirgendiyken onunki bedenimizin üzerine hem yer verip baş, yani hücreniz bir yer gelip işlep hem de boğandıyken onunki bunun paskın neyse sırt çıkıyor. Bunun karbon oksit. Yani karbon oksit çıkardıyken paskına. Bu adamın üzerine bu yer çıkan neyse üzerine biz közümüz görmüyoruz ama neyse ki jokununki üzerine az soğuk kalıdı, jok kalıdı. Bunu hazırki ilim penmeki üzeri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sonraki üzeri külsan bombayı degen gapni hozir takip başı teleskop arka bunu nimkan onu bilgen. Nimkan bilgen. Bunda olarken tarat olgan suga bekadi püyle bunda koysak uçaz ziyade yani hissiyelake nicaseti galizi yani hissi olması mı maneviyat yani gumançı bu kaldı. Onun için u yerden kuması gerek bununla pülmesi gerek. Yeni bir makro işiniki birisi qilishga bo'lmaydigan tarat og'a vaqtida shuki yumg'an valla ya yughmiza pahu wala aynayhi taghmidan shadidan hatta law baqiya ala shafatayhi aw jabnayhi dum'atun la yajuzu wudu'uhu deydi. Vayna yummusun u tarat og'an adam o'ziniki og'zini yumbamsin deydi. Dakıl bakalım, qattiq deydi. Vayna o'ziniki ichki ko'zini cho,
Jummusun bir jummaqliki qattiq deydi. Ay ağzım undaq ko'zim undaq undaqçı nima qilsin, undaqçı qilmasin. Nimishqa? Hatto agar qilib qolsa u ikki odamniki qalpigida yoki u odamniki ikki qopig'ida japnigan qapoq. Bu qopni bundaq qilsa, andiki nima bo'ladi? Bir paqiraydigan bir bo'sh yer, suv yetmagan bir yer, lammatga paqirdan. O'sha paqirga suv yetmagan bir yerga kelib qoladi. U chog'da tarat nima bo'lmaydi, ko'rsamaydi. Nimishqa? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Fevsinu vucuhakum" dedi. Mene sizin yüzünü dedi. Yüzünü diyen boğandiken, mene yüzge nima? Bu yüzge müşahede azanın hemisi normal haletteki nima yüz. Bunda o ki normal halettin izlemen müştak koygan bolsa, hemisi yüzün içi görür. Müştün bir ta kiçikten bir nas kıpqas tara sonmaydı ters oğandiken. Ama onu ağzına akıl, da şu vasal kaltını ne bozdu, sonun içi kaltını juyuludu. Kalpning itimida qoladigan bu normalda odat ishlaydigan narsa. Ammo kalpning ishida bo'lgan og'zi va tishdan iborat bo'lgan narsa bu yuz emas. Uni ayrim bir nima deymiz, ona sunnat deymiz. Buni u sunnat masalan uni qilmay tortib qolsa, tara bo'laverdi. Agar so'yatma ya bir ish qilib qolgan bo'lsa, ammo og'zimizni bunday qilsak, bu kalpgan yuzini qatorda olgandan u yo'q paqirab turgan bir yer qilib qoladi. Shunday kapımızı itip kapımızı mındak itip közümü mındak kırıp uçağımızda ağırlık cicik olan. Cicik olan uyar su yetmeydi. Su yetmegen ne boldan diken yüzünü tuluk bir şekilde yüzünü yumgan boldu bu ayet için muharip. Onun için bu adamın yüzü tarat ağa vaktinde müştak yüzündeki kapaklarını, kalplarını ve onun başka yerine normal halat koyma mındak kırıp asli adını yokutup yani başka bir halat koysun üzerine o duruşçu emas deydi. Şoňla bizniki hazırki menen tarat alsa qandaq işler makro men muşun bilen nima qildi o tugidi. Endi bunun başka yana nima bu nima o en güzel olgan bir şekillendi bu majna qılmasak bu makro işletiş şu. Haziyet taharatu sugra. Haziyet taharat sugra. Men muşu qavun aşada biz yılki taharetniki nimsi oludu. Taharet yılki Allah Teala insan namaz okuş borçlu, namaz okuşu birinci şartları var. Pakiz, edes, beli var, cisidin pakiz oluş gerek. Ondan pakiz oluş gerek olduğu taharet diyen gep edes ve usulden çok pakiz oluş gerek diyen diken biz uyanın üzerinden bu ne deyimiz dedi o tahareti suğra dedi. Tahareti suğra diyen gep kişi taharet. Kichik taharat, g'usl qonni yuvinganning o'zini taharat kubra deymiz. Nima uchun taharat kubra? Chunki kichik taharatni o'zi bir qancha yanimdan suvib qo'ysa o'zi oz. U g'usl qilgan nima? Butun badanning hammani kim sep turib, hammani qilgan gap, og'zini, burnini, butun a'zolarning hammani qoldirmay, hamma yerni yuvgan gap. Unda o'g'anki buni selish tug'a vaqtida bu taharatning o'zi uni kichik o'g'anki buni fikir kitaplarımızda ne deydi ona? Taharet-i Suğra, Gusıl'ın üzülçü Taharet-i Kubra deydi. Yani bunu deyken Taharet-i Kubra diyen için doktorumuz şu taharetindeki perzleri, sünnetleri, adapları onu deyken istinca diyen nimo diyen dedik açtak doktor onu deyken meni diyen nimo deyip muşkun hemen dedik. Buna hemiz bir taharet vücut geldi. Kelgendeki bunun deyimiz deydi o Taharet-i Suğra deymiz. Değil. Şundan hazırki bu kadımki dersimiz tügedi. Allah Teala elmimizni muşu okugan, anılgan, muşu düşenigen men muşu boyunca emel koşka Allah Teala muvaffak kılsın ve ahir davana elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah razı olsun ustaz. Riyaz sorayın egetim ustaz.